Assalomu alaykum hurmatli biologchilar, abituriyentlar. Bugun biologiya 70 kunda 70% repetision test to'plamish tahlillerini davom ettiramiz. Bugun birinchi variant, ikkinchi savol DNK masalamiz ekan. Xo'p, ikkita DNK molekulasi nukleot tarkibida 1800 ta nukleotid mavjud. Birinchi DNK molekulasida nukleotidlar 25% sitozin nukleotidlar bor. Ikkinchi DNK molekulasida nukleotidlar 20% guanin nukleotididan iborat. Agar ikkala DNK molekulasi tarkibida timin nukleotidlar yig'indisi 500 taga teng bo'lsa, ikkinchi DNK molekulasidagi guanin nukleotidlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, hop, ikkita DNK molekulasi tarkibida jami 1800 ta nukleotid borligini bilsak deb. Ikkita DNK molekulasini chizamiz mana. Adenin, timin, guanin, sitozin. 3 ta, 2 ta. Adenin, timin, guanin, sitozin. 3 ta. Ya'ni bu vodorod bog'lar 2 tadan bo'ladi. Aytyapti keyin birinchi DNK molekulasida nukleotidlar 25% sitozin deyapti. 25% sitozin tashkil etgandan keyin hammasiga 25% dan tushadi. Chunki bitta DNK molekulasidagi nukleotidlar umumiy foizni beradi. Ya'ni 4 ta nukleotid umumiy 100% ni berishi kerak. Xo'p, agar keyin aytyapti ikkinchi DNK molekulasidagi nukleotidlar 20% ni guanin deyapti. Guanin 20%. Bu komplementar asosida sitozin ham 20%, timin 30%, adenin 30%. Mana foizlarni qo'yib chiqdik. Endi ishlashni boshlaymiz. Bizda berilganlardan 1800 ta umumiy nukleotid berilgan. Nukleotid. Xo'p, bu ikkita DNKdagi umumiy nukleotid. Biz qaysisiga qanchadan tushishini bilmaymiz. Bu foizlar to'g'ri kelmaydi, misol. Xo'p, keyin buni ishlashimiz uchun osonroq yo'li mana buni x, mana buni y desak, qarang. Keyin yozamiz x plus y teng 1800 ta. Endi aytyapti, agar ikkala DNK molekulasi tarkibida timin nukleotidlar yig'indisi 500 ga teng bo'lsa deyapti. Bizda timinlar qaysi? Mana 25% va 30%. Xo'p, keyin bunga 0.25x bersak, ya'ni 25% da biz tenglamaga qo'ya olmaymiz. Shu sababli uni ulushga o'tkazib olamiz. 0.25x bo'ladi plus bunisi 30% ekan. Demak, bu 0.3y bo'ladi. Bizda 500 bo'lgani uchun 500 ni qo'yamiz bu yerga. Ya'ni ikkala DNKda umumiy 500 ta timin bor ekan. Bu tak ishlashimiz uchun men y dan ketaman. 0.3 bersak minus mana bu ylarimiz ketadi. Bu yerda 0.3x teng 540 qolar ekan. 540. Hop, ayirganda 0.05 x teng 40. Keyin bo'lsak 800. X'imiz 800 ekan. Endi y ta joyiga qo'yib astagina topib olsak bo'ladi buni. Y-imizni topadigan bo'lsak, xo'p. X'imiz 800 ta bo'lgandan keyin y'imiz avtomatik 1000 ta bo'ladi. Xo'p. Bizdan guanin nukleotidlari so'ralgandan keyin ya'ni bu DNKmizda 800 ta nukleotid, bunda 1000 ta nukleotid bor ekan. Buni 0.2 ga shuni ko'paytirib qo'yamiz. Javobimiz 200 ta guanin bo'ladi. Javob B. Mana javoblarni ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat.